Assalomu alaykum musulmon bir to'g'anlar. Sizlar men Bozor Xabar kanalı. Bugun mana to'g'anlar 1-fevral bo'lib qoldi. 1-fevral birinchi kunga 2022-yil hozir kurs bolalarida to'g'anlar like'ni qo'l uzilib ketguncha like bosib qo'yinglar to'g'anlar. $1 ko'rsatib beradi Jalolobod shahri. Keremet bankda to'g'anlar 1.09 ekan. Rubl. Dollar 80 TL ekan. 1000 rubl sasanlar 1090 so'm bo'ladi ekan to'g'anlar. Keremet bankdan. Ammo bank kompaniya deganda da to'ja sami ekan. $100 var 8460 so'm bo'ladi ekan. Hozir boshqasini tartiblanlar. Pulda qo'yinglar. Bundan bo'ldi to'g'anlar. Bu bank to'g'anlar Doskret bank deydi. Bu yerda da 90 ekan. Dollarda 8460 so'm bo'ladigan $100. 1000 rublingiz 1090 so'm bo'ladi ekan. Satvasanlar 1110 so'mdan sotib oladigansizlar. Buna to'g'anlar. Bu yerda da Finko bankda shunday ekan. Bu yerda dollar deyil ekan. Buna to'g'anlar. 1000 rubling 1090 so'm bo'ladi. Rubl ko'tarilib qoldi. İnternetten de tartib chiqaram to'g'anlar. Internetda videoni oxirini like bosib, podpisatsiya etkiladi to'g'anlar. Assalomu alaykum.